Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana hammomda qishini urib o'ldik. Hali videoning davomi bor deb aytdim. Hozir ko'rasizlar mana ko'rinishi. To'rga to'r. Bitonni ham o'zimiz quydik, bilovlarni ham o'zimiz urdik. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar ichganlarni ko'rsataman hozir. Balandligi 240. Mana kirish eshigi birinchi. Tashqaridan qo'yilgan eshigi. Mana ko'rishingizda birinchi mashxona. G'azvalka. Kirpir yuvgani, kirmochni boshida rakvina qo'ygani bo'laveradi matga. Mana eshigimiz. Yarim bo'lib ketgan pirdarjina bo'ladimi yog'iga? Yani cho'ziladi bir xona 3 tushadi, spalni xonadan yuvinishga faqat kirsa bo'laveradi. Mana ishlarni urib o'ldik. Bu g'azvalka, mana yuvinadigan xona. Eshiklar 70 dan qo'yildi bularki. Yuvinadigan xona bo'ldi. 2 ga 2. Mana bunga ham 70 qo'yildi. Bu parilka xonasi bu. 2 ga 2 bo'ldi. Parilka xona mana pechkaniki mana pechka o'rnaydi bunaqa. Ishlar sifatiga e'tibor beraverasizlar mana urilgan ishlarda. Portkasi ham qo'yilgan. Bitta oldingi videomizda bitta xatolik ketibdi. G'ishti narxini ustaga tushunmadi aka men gapirsam. Dedi bo'ldi gap yo'q, keyingi video to'g'rilab ketaman dedim. G'ishti 1,5 g'ish 700 so'm uryapti ekan. Yarim g'ish 1000 so'm tepasida ekan. Chunki yarim g'ish qimmat urilar ekan. Shona mana. G'ishimiz keladigan bo'lsa, g'ishimizga 3182 ta g'ish ketdi. Ichiga, g'ishiga 3182 ta g'ish ketdi. G'ishti narxini aytganman, 1200 so'mdan dastachasidan to'kib berdi dedi. Yana bitta narsani aytib ketaman, haligi bu video ko'rayotganlar taalluqli emas. G'ish olib kelayotganlarga taalluqli. Asli g'ish olib kelayotgan odam o'zi ko'rib olsa, yana yaxshi bo'ladi shu videoni. G'ishti olayotganimizda bizga aytdiki, biz pirlaga qo'ydi, mana shu odamdan olishgin. G'ishi yaxshi chiqyapti, mana shu qora butani g'ishi sho'r chiqmayapti dedi. Keyin bu telefon qilib turib, aka g'ishingiz qanaqa dedi? Ukada 10%, 5% ga javob beraman, sho'riga dedi. Noto'g'ri gapirib qo'ygan ekan. 5%, 10% sog'i chiqdi. Qolgani pulni mana sho'rlab ketdi, ko'ryapsizlar. Bu g'ish sotayotgan akalar, qora butandan olib kelayotgan bo'lsanglar, to'g'risini aytib beraveylar olayotgan odamga kerantinglar yo'qotib qo'yasizlar. 85% sho'r chiqadi, 15% sizga sho'r chiqmaydi deb o'ylar. Chunki mana pulni sho'rlab ketdi g'ishinglar. Yolg'on gapirib sochishni keragi yo'q. Video yoqsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa hamma joyda chiqdi mana. Endi bundan buyon tomini qilamiz, xudo xolasa kelishib olsak. Tom jarayonida necha pul ketyapti, nima ketyapti aytib ketamiz. Yana qayta aytib ketaman. Buloy 3000 so'mdan buloy urilishi, beton quyilishi 100,000 so'm metri, g'ish 1000 so'm tepasida ekan, yarim g'ish urish. Agar 1,5 g'ish urilsa 700 so'm ekan. Ustaga ishlarida nari yonboshlarga yotib qo'yaman. Yana bu qo'tomoqlardan ham ko'rsanglar mana. O'ta chiroyli chiqdi. Kizolim. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Tomondan ham bitta. Mana kalodislar ham mana. Kalodislarni aytib ketaman. Mana kalodislar ham mana balon tashlasalar ham bo'laveradi. Kalodisga mana. Mana nechta balon tushibdi hozir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta balon tushibdi mana. 8 ta balon tushibdi kalodisdan qilsanglar, tortaverar ekan kalodisda ham. Balonli kalodisda ham. Bitta 500 mingga tayyor bo'ldi mana shu. 500 ming yo 400 mingga tayyor bo'ldim, bilmayman. Mana hammomni bu tomondan ko'rinishi. Mana shu g'ish
Mana shularga blok e'tibor beringlar. 40 ga 20. Mana biz urgan 37 ga 16 ekan. Xohlasanglar mana 40 ga 20 ligidan olinglar. Xohlasanglar mana 37 ga 16 ligidan olinglar. Tan joylar sog' bo'lsin. Video yoqsa like bosinglar, podpiska bo'linglar. Shu endi shu kabutarlardan ham shu stroga qilayotgan ishimizdan qo'yib ketiladi, xudo xolasa obzorga. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Sizlarga omad hamisha Alloh farog'ida bo'linglar, musofirdagilar. Topganlarga Alloh baraka bersin. Tan joylar sog' bo'lsin. Narxlarni yana aytib o'tdim, akalar. Blok 3000 so'mdan keldi, 3000 so'm urildi. G'ish 1000 so'm tepasida yarim g'ish, 1,5 g'ish bo'lsa 700 so'm ekan. Beton 100 ming so'mdan quyildi metri. Sement narxi 26 ming so'm bo'lyapti, qopi 50 kilolik. Mana shunaqa. Telefon nomerlarimiz 90lik 545 37 87, Telegram bor. 88lik 835 85 92 da WhatsApp bor. Hamisha ikkovsi ham ishlaydi. Tan joylar sog' bo'lsin, omad hammaga.